Ayımızda pensiya chiqqan pensionerlar uyda bekor o'tirib televizionni jiq ko'rgan yashanganlar, o'rganish qilgan ushaq balalar, davlat tili o'rganish qiynalayotgan cho'nglar ma'lumotga diqqat qilinglar. Bundan boshqa ayımızda qanchilgan nopos, ko'chma xabarlashning qarisini ishlatyapsizlar uyingizda shuning to'g'ri bor. Bu shidonning qarini ishlatayotgan do'stlar pensionerlarga 8 raqamni yo'llab qo'ygan qana. Ma'lumot qilsam mashrab televiziyasi buningda har oyda 15 kun to'lash orqali bolalarning boshlang'ich to'liq o'tirib bolalarning matematika, ingliz, fizika, ximiya, fizika qatorliq barliq darslar to'liq chiqdi. Undan boshqa davlat o'rganayotgan, davlat tilida qiynalmayotgan do'stlarni, davlat tilisi to'liq darsliklarimi nishadan chiqdi. Hamda yashanganlarning uyda televizor ko'rish, amroq do'stlarning kino, film, televiziya, qo'chaq, karton har qanday hojatingizda to'liq chiqdi. Faqat har oyda 15 kun to'laysiz. Ko'chma xabarlashning mashrab televiziyasini 15 kun qilib bir tushuntirib qo'yay. Ehtiyoj bor do'stlar, men filmni ko'rib beqinglar. Mashrab televiziyasini ochgandan keyin buni ichida 6 mingdan ortiq Uyg'urcha filmlar tarjima qilingan, fransuzcha filmlar, shu kartonlar, televiziya teatrlari, har xil bizning muzika, elektronlik o'yinlar to'liq chiqqandan sirat yana o'quvchi bolalarning o'rganish darsi chiqdi dedim-ku, yana mishani ochgandan keyin mana ichida sizlar ko'rsanglar 10 necha xil turlar to'liq chiqdi. Masalan, Sharq darsxonasi ma'nosidimi? Shu ichkir o'lkalardagi dangliq maktablarning o'quvchilari so'zlagan darsliklari to'liq chiqqan. Biz birga ko'rib boqaylik masalan. Ammo bir o'qitishlaydi, mana bir ko'rib boqaylik. To'liq darsliklar mana boshlang'ich to'liqsiz, to'liq o'tir qatorliq darsliklar to'liq chiqdi. Hozir mana bir ko'rib boqaylik. Butunlay yaxshilar mana haqiqatan aytibqanlar. Ingliz tili darsiga mana bolalaringizga videoga birma-bir ingliz tili darsini takror qilib beradi. Bundan boshqa ma'lumot qolsa, hozirgi o'quvchi bolalaringlarniki qo'lda kitobdagi haqiqiy darsliklar. Bundan boshqa ma'noda mana matematika darsiga, to'liqsiz bolalarning matematika darsigini shu davlat tili o'rgatgan do'stlar uchun yana musbat kelmas. Shu yo'q hojat o'yingan degan chekkandan keyin mana chekib kirgandan keyin do'stlar butunlay shu mas qadam o'rganish, o'zingizning servis qator joyingiz ishlash, imtihon berish, kunlik o'rganish qatorliq deb masalan davlat o'rganayotgan do'stlar bilan o'sha darsliklarni hozir sizlar o'rganayapsizlar mana to'liq 4 bilim bo'lgan, to'liq bo'lgan masalan biz o'rganib boqaylik. 第一课立秋 Birinchi dars tashxis. Buningda Uyg'urcha, Xanzocha masalda sizlarning o'rganayligidek darajada so'zlab bergan. Mana haqiqiy dars kitoblar biz o'qiyotgan mana 1-yillikning, hammaga aytsanglar 2-yillik, 3-yillik, 4-yillik, 5-yillik bolalarning butun ingliz tili, matematika darslari to'liq chiqqan. Kasbni qanday ochimiz ekan degan do'stlar, qo'lingizda ko'chma xabarlashning kartasi bo'lib qolsa, har oyda 15 oylik kasb ochsanglar, shu yuqorqi mulozimatdan hammadan foydalanasizlar. Agar bo'lmasa 59 to'rt kart bijirish orqali ishkital balka, o'yinning sunliq to'r, simsiz to'r chiqqandan so'ng yana mashrab televiziyasimi birga chiqqan kasbni ochqizadi. Kasbni ochqizadigan do'stlar, bu deyarli har qaysi shu kasb nuqtalariga ko'chma xabarlashning shirkat, do'kon bo'lib qolsa, basanglar tamoman hamiyat bijagil bo'lgan. Hamma kasb ehtiyoj bor do'stlar, ashaylan beringlar.